Agar siz hech qachon o'ylab ko'rgan bo'lsangiz, nega kimdir sizni aqldan ozgandek quvadi, xuddiki rostdan sevib qolgandek. Lekin siz nihoyat uni yoqtirib qolganingiz zahoti uning qiziqishi so'nib qoladi. Mana buning haqiqiy psixologik sababi. Birinchi, tanqislik tugmasi. Dastlab siz cheklangan resurs edingiz. Ular sizni to'liq qo'lga kiritmagan edi va bu istakni qo'zg'atardi. Ammo siz to'liq mavjud bo'lib qolganingizda miya quvish jarayonini o'chiradi. Nega? Chunki miya mavjudlikni xavfsizlik bilan, xavfsizlikni esa past qiymat bilan bog'laydi. Biz kafolatlangan narsani xohlamaymiz. Biz erishilgan narsani xohlaymiz. Ikkinchi, mukofot sikli buziladi. Kimdir siz haqingizda qanday his qilishini bilmaganda, uning miyasi dopamin chiqaradi. Bu xuddi qimor o'yinlarida ajraladigan kimyoviy modda. O'sha balki hissi odamni bog'lab qo'yadi. Ammo ular sizni qo'lga kirita olishini bilgan zahoti noaniqlik yo'qoladi. Dopamin tushadi, qiziqish so'nadi. Bu ular sizni yoqtirmaydi degani emas, balki ularning miyasi mukofot hissini olishni to'xtatadi. Uchinchi, odamlar sevgi emas, hayajon xohlaydi. Ko'pchilik odamlar xohish hissiga qaram bo'lib qolgan, ega bo'lish haqiqatiga emas. Ular so'ragan yaqinlikni qo'lga kiritgan zahoti bu juda real tuyuladi va ular keyingi emotsional zarbani quvish uchun uzoqlashadi. Bu sevgi emas, bu emotsional ko'ngilocharlik. Buni qanday tog'irlashni va qolgan texnikalarni yopiq Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Profilda havola bor.